Hakimlar aytadi yana. Kazzob odamda vafo yo'q. Undan vafoni kutmang, yolg'onchi odamdan. Malomatchi odamda do'stlik yo'q. Malomatchi odamda do'stlik yo'q. Hasadchi odamda rohat yo'q. Baxil odamda insoniylik yo'q, odamgarchilik yo'q. Axloqsiz odamda baxt yo'q. Demak, kazzob odamda vafo bo'lmaydi. U ishonib unga xotirjam bo'lmang azizlar. Yolg'onchiligini sezdingizmi? Endi undan ishonchni kutmang endi. Bir aldab sizni xijolatga qo'yib, yana unga ishonch bildirsangiz qanday bo'ladi? Demak, yolg'onchi